Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun yana bitta pastelimizni obzor qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Shogird bola kamerangizni tursa, o'zim chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Xo'p, 2 kishilik alohida bemalol tushadi. Razmerlari katta, ikkita nalchkasi bor. Bitta pododyanisi, bitta prostinasi bor. Razmerlari katta, dantelli vitaniki. Razmerlarni ko'rib olinglar mana. 2,5 prostinasi juda ham katta. Bemalol matras bilan yoniga kirib turadi. Materiali stripe satin. Rangi chiqmaydi, katushka bo'lmaydi. Xitoy pasteli, sinovdan o'tgan. Xo'p, upakovka holati mana shunaqa holatda bo'ladi, 2 kishilik. Mana upakovka holati. Dantelli vita deb mana bunaqa arqonlargacha ham bor. Upakovka holati. Buni xuddi shuni 1 kishilisi ham bor. Ranglari 9 xil rangi bor. 2 kishilik avlodga bemalol turadi. Buni narxini hozir chiqarib kommentariyaga yozib qo'yamiz. Buni ranglarini Telegram gruppamizga tashlab qo'yamiz. Bemalol ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Mana dantelli vita. 2 kishilik, 1 kishilik razmerlari bor. Buni gruppalarga qo'yib sotsanglar ham bo'ladi. Ranglarini Telegram gruppamizga qo'yib qo'yganmiz. Telegram gruppamizga ham belgilab beramiz.